şatlık tarihi. Hoşallık alemiga başlaydı çatlık. Şat yaşaş durmuşqa bir dumana. Güleyli dostlarım tatlık ve tatlık. Şat yaşaş durmuşqa bir dumana. Güleyli dostlarım tatlık ve tatlık. Sarkız yumur ve kızıkarlık baranla. Şatlıkı tolgan radyo oyunları. Şekrinizge tabassum, kalbinizge kaynak hayacan berişergan şiirin demle. Şatlık minutları programısı da. Şatlık ve hoşallık çaşkınları radyo dolkunları arkalık her bir kalip geçiçilsin. Şatlık, şatlık, şatlık minutları. Şatlık, şatlık, şatlık minutları. Şatlık minutları. Dokmana başlandı şatlık. Qani unda olsa anlıqçılarımı anlaşqa tayyorlandi. Oho, aziz dostlar, hayatga bo'lgan qizg'in muhabbat amimizga yor bo'lsin. Xo'shal kulkilar bizga quchoq ochsin. Riyosatchi do'stlar Adiljon Ablumiddin o'tliq salom. Qarşalımız Adiljon Ablumid. Oy, rahmat. Sizni qizg'in qarşalımız. Rahmat Zukra Akram xonim. Radio orqali şatliq minutlarimizga jo'rib bo'lib kelayotgan qadrli do'stlar, ko'ngillik damlardan dilla suyunsin, kulkilarimiz hargiz to'xtab qolmasin, ha? Hargiz to'xtab qolmasin do'stlarimiz. Men Zukra Akram. Zukra Akram xonim qarshi olamiz. Ey, rahmat. Jami to'lay Zukra da to'ladim. Resmi. Nerede qalgan bu qo'ydi yamanmi to'ldi. Shundayman. Oho, do'stlarimiz qandaroq tayyor bo'ldinglarmi? 3:30 bo'ldi, biz naq vaqtida mikrofon oldiga hozirlandik, sizlar radio oldiga hozirlandinglarmi? Unda hozirlangan bo'lsanglar sizlar uchun tövendikidek qo'shiqlarni qatmoqchimiz. Oy, bog'lar güzeldir, gullar bo'lg'ashqa, hayot güzeldir, sevgi bo'lg'ashqa, har kuni do'stlar kuludi, tatliq, ularga shodlik, amra bo'lg'ashqa. Qandaroq? Dehshat bayza, pichar. Duray. Xo'sh, siz keldi, rap ketdi sizga. Nemsi kas. Ey, şatlıkты kötür, yumur çaqçaqlı barç ko'ngilni qilar makliya. Do'stim tezgina sadqa qitini jam bo'lib kulayli bu aramgaqda. Oo, gap ketdi mana. Ey, rap aytadiganlarning ashu ovoziga voy. Qandaroq? Nega bo'lgan bo'lsanglar, quloqni sazlanglar. Chiroyni sazlanglar. To'g'ri tushmasin. Tarqamak choplanglar. Ras. Bugün muşu kulak asrash kuni, shundaymi? To'g'ri, quloq asrash kuni. Anlıqçılar, anlamadım demanglar. Endi odamlarning dadi bo'lib qolmasdan, balki muşu odam badandagi har qaysi a'zolarning o'ziga tushliq dadi bo'ladi ekan Odiljon, ha? To'g'ri. Unda bo'lsa, bugün mamlakatli quloq asrash kuni dedik. Muşu munosabat bilan muşu ishqi quloqning bir-biriga tökkan dadlarni anglab baqamdi. Bo'ldi, ishta qilayli. Bir kun muşu bir erning o'ng quloqi bilan bir ayolning o'ng quloqi o'zlarini rasa maylab. Shuning bilan optab qaqlang'ash paranglashib o'tirib qolibdi-da. Ayolning quloqi birdan jimjitlikdan keyin o'zi so'zlab ketdi. To'g'ri, ayollarning kim o'sha birinchi gap qiladi ekan. Quloqimi? Voy dadim. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Ha? Sizning nima dadingiz bormi? Ey, bugun degan bizning bayramimizmi bugun? Xo'shal olmay nimaga buncha qayg'ursiz deyman. Qayg'urmayman. Ha? Qayg'urma. Nima bo'ldi? Hey, dadga to'shab ketdim men. O bugun hamma odam bizga ko'ngil bilib olsa, qarasam paqirab ketibsiz deganda shu pokiz yuvibdi, sizni tozalab qo'ygan chig'i bor. Qursin, undaq yuvib tozalab qo'yginni. Bugun bizni asrash kuni bo'lg'ashqa, mushu fursatdan foydalanib, anglayotgan hammasiga o'zimning dadimni bir to'kib olayim da'vatman qo. Voy, men anglab bir qani danga, dadingizni bir anglab baqayqina. Mening dadimning oldida borqa. Sizning dadingiz qanchalik bu dadingiz? Ey, amsi meninkini anglangchimi? Dapiqni anglab baqayapman bir. Mening egam kichik vaqtida meni tashtirib Bana çıraylı kalkılan isip koyatdı. Uğras. Jığının aklı bossıda teşke vaxtıda. Oğrım bana suçakda. Benim çık vaxtım de. 4 yaşqa kirgen vakit.
Yig'lab ketyapti. Abisi aşı eshikning oldida derazaning tubida. Balam, o'sha yerni ko'ralaydi ekanman deblam. Postli qildi-da. Postli qilib. Ajoyib qiynalib ketasiz. Bir bilib, bir bilmay, uningkin xil asli kelib qolgan. Shundami? Uningkin qanday bo'ladi shu? Shu men keyinchi meni ko'tiralamdu degan ishlar bilan qari yo'q. Bir muncha tümötasakni esib burunqi vaqtlardagi iliq go'sh chinglaydigan tarazida qivatdi. Ko'tiralamsiz? Ko'tiranmaydim. U dastlabda tashgan vaqtida iliq ximi bor, ximi. Ximini mana yishib qo'ydizib es qo'ygan. U ximi es qo'ydi. Bir haftadan keyin shu sham bor. Sham bor. To'p balam. Men choy ichsam bir tal sham chiqib qoldi. Deblam ipli shu shamni patrubni qo'ydi. Sham deb tiqib qo'ydi. U chatiq yo'q, og'irgan bilan chatiq yo'q. Shunda qilib u ishlarni beshimdan o'tkazdim. Deganda shu temir tasakni bir esib qo'ydigan bo'lsa, kechda ilivatkicha yerib holim qolmaydi. Bir kun kechgacha ko'tarib turibdi. Shunda puludi-da. Bozorga chiqib qolsa-ku bo'ldi. Yilqi siriq, qizil, oy yeşil ranglik temir tasaklari to'lib po'langlab, voy jinimdan chiqirib yetdi mening. Tilib ketdingiz, Oy. Jinim chiqib yenimda qoldi. Sizdan, Ay, mushu dat emasmikan? Datga. Shuningga qaraganda, mushu erlarning qunuqi bo'lgan yaxshimi nima deb qoldim. Esi bunda bularni bilgan bo'lsam, men mushu akishning qunuqi bo'lar ekanman emas. Xinim. Maqasama. Erlagim bor-ku. Bak quloq bo'lsa dad olmaydi deb kim deydi o? Voy, mana egamga quloq o'g'li 30 yil oldi. Xil dadim bor mening. Qanda dadingiz bor sizning? Anglang, ma'qul. Egam bor-ku, madam. Boshlang'ich maktabda o'qiyotgan chig'ida azroqli dars bilmasa yoki kapsizlik qilib sho'xlik qilsa, qopqidim muz yoqdigan bir ma'lum bor-da uni. Shu kapli meni tortib suzib, lang'itib, siz g'obi ishkita tal to'sak, 6 tonni to'mirni ko'taribsiz. Men shu odamni ko'tirdim emasmi, so'zsa. O suzib, mumkin bo'lmaydimi? Oy, ochig'im jilib o'chib ketdi mago'ga. Nimish qilib kapsizlik qildi deb. Ba'zida meningdan boshqa tatadigan narsang yo'qmi deb vaqirib aytkim kelib ketdi. Shunda bo'ladi shu, chechini tasomamdi, chechi yo'qmi yo'qmi? Oshda kunlarni o'tkazganmiz boshlang'ich 6 yil. Demidimmi, sizning bu kichikgina ish oldida ayol quloq. Unda degan bilan akish quloq. Bu siz ko'rgan o kunlar allaqachon o'tib ketdi-ku, Mening ko'radigan kunim yana oldimda o'xshaydi. Shundami? Qanda? Hozir insonlar orasida moda deb bir narsa chiqdi. Nima-ku? O'tganda shu egam, men modaga moslashima deb. Mening shu ustim mana mishadilar. Yana bir tushukda ishtirmoqchi bo'ldi. Ko'nglingiz yo'qmi? Men shuncha yolg'isam unimay. Unimdimi? Uyliq yepizamdek bo'lma deb doktorxonaga berib. Doktorga quluqidan meningdan yana bir tushuk tashlagiz borligini aytqandi. Tashdimmi daqlama? Tashdimi sizni yana? Tashdimmi degan. Doktor Tazimbi qaram, Tazimbi. İşte Tazimbi yaman, bag'ri tashbih odamga. Postliq tashdimi? Postliq tasmaydi tuqu apsedek. Uy bezaydiganlar shildidigan, tam tishadigan asvob bir narsani ko'tirib keldi. Yurg'ilib aytdimi sizni? Yurg'ilib aytdimi? G'ijilditib ovoz chiqargandi. O kun quloq belgili birini qo'ysangiz manda. Og'lig'inim shu bo'lib qoldi. Uningdan keyindagi ishlarni o'qimayman. Bir damdala o'ylanib, yiqilib tushibdim. Bir chaq bo'lganda keldigandek hushimga kelib qarasam, pax og'riq azobi dahshat qiyin edi. Mana hozir xil o'ngshilib qoldi. Ancha-muncha may surtib qo'ymaylarni degandek. Mana ancha-muncha shol borib ketdi. Shunda qilib hozir biza yaxshi qolgan yeri. Endi shu men yana qachon shunda qismatga dush kelaman. Yana qayalardan tushuk ichib deb shu ansirabda yuradigan bo'lib qoldim.
ish qilib men deyman arqulaq Ha. ish qilib mening saq yerim qanmidi juma Bu adamlar tashmigan tish qonmidi quloqingizning tish bir oy birini tishib qo'ysa bo'ladi sizni. shu emasmi bu bir zirnat mayli ko'rdingizmi Üstü tarafınızın tişip, bu üstüdeki ekmeğimde igildiğe yerimizden tişiyip de. voy ular bilan hisoblasham-da shunchalikmi bag'ri toshgan kor yo'q Fakat hiç çağırmayın ki quloq bo'lgan mujdami to'yg'izamda Ras. ha Ras. voy nima uchun bag'ri toshdayman Şimdi ilginiz sizge hakikaten iş çağırtmaptı mu? yo'q arqulaq ish og'ritgan bo'lsa men mush kunga kelib men mushunchik hol bilan sizni oldingizda dadimni so'zlab yuramdim Taşım tüşküp gitti. faqat ish og'ritmidi O tarafı karşı kuyaş nuru çıkıp dur. Biçer. isit Bakın ha bağrımı basayım. Yakına koluğunu. yo'q yoqolmayman hozir men Ağrımda. og'riydi bek og'riydi ay İlginiz. arqulaq Ha? tova ishkimiz dadimiz yomon to'kishibdi Shunday. siz uni dadingiz ba Kalınız yerim kılmağa. Qaraq men bu şu dadimni yeni depiray sizge. dana arqulaq Oliy maktabda bitirib xizmatga chiqqandan keyin men egam. Endi aram topadigan bo'ldim deb yurdim. O'qib bo'ldi, o'qiydigan maktabni bu. ma'lumlam so'z bo'ldi deb Ma'lumlam so'z bo'ldi men deb. Deb yursam. Oy nadikini? ha Oy burullarda ayollarni g'ayratchi deydiq. ha Hozir bu kasal erga juqdimi? Hozir men haqning g'aybatini to'la anglab jaqtoydim jumniki. uy Kirib turdi. Ya itib og'lonmaga og'zimni. g'ayvat anlatma Oy g'ayvat anglab, liqdi g'ayvat, oy liqdi g'ayvat anglab. hamsini shu arla O deyishyotan erle deyishmem de o sıldıtın. arlaning so'rinda O raz burun siz yerip gitettiğiniz boğa ya. Oy Allah sözlep he, anlap he. Oy hazır ben tucaq doydum ey. Abi yaxşı gap alğan qırağandı g'ayvat anlaş meni tıxın bek çarçıtı etdi. shunda bo'ludi emas O yaxşı gapni degandan bu da anlasak mı bağı? og'lig'iz keladi Quluqmuş üzlemgi şunçilik rahat duyuldu. uy ben xo'sh yoqudi ben xo'sh Hazır degan yoqudi xod ikisi bir yergesi daş debli başlaydı. O anlamasam nime amal vazife tutma anlaş. shu Nemesin deysiz. Ötkende bir to'y qatnashib qoldik ekan bilan. ha Muzika deganning odamni bak beram qilib. Elq restoranning kichikligi to'chas osh. O vang qo'ydi. Opaq toshqanqi degan qo'yib qulug'imni og'ir. Men ham kichikatishim elq opaq toshqini. Bir vaqtda bir jiroq deganni chaqirib qoldi. Varang jurongni toza anglamabdi men. Qanday anglayman uning ovozini? shu anglig'il bo'lmaydi deb oson emas Shuni ola egam degan daltash. Ay yamanda anglamaydi ma quloq deb chuku bilan meni bir qanchini ko'chilib o'tqarang. chukuning tiqdimas O ras o sonji demas og'zim qila. ko'chini nima deydi chukuni Biroqli kadin chiqqan bo'lsam, tasqabsiz a turtunda esiqliq kallasining endi ishlatib olmaydigan bo'lib. Qadrim qilmasdi shuning bilan. Uni ozdab to'y tugab qaytdik-da. Egam sal ko'p ichib qo'ydim, oshqib birsi bilan tutishib qolishadi. Shu ardal qilibcha kelishtirib meni vaqlab qo'ygan tutuyimga. Egam bilan tang gundi ash o'rgiga tushib ketdim. Men bir mut sukir ketdi ashadi. Buruqdim bu. uy O'ylab baqing, ayol quloq o'ylab baqing. Akishni qulog'imga qasamma. oson emas Oson emas. quloq Ey, mush gapingizni anglab mening esimga yana bir ish kelib qoldi nima ish? Nima ish bo'ldi yana? mening egam meni ishga qaytim tashtirib bo'lgandan Ajabni to'la ish kishida qoldi. o'tganda bir tashtirdi shuni bilan ishga qaytim bo'ldi emasmi Ha. oradan qanchalik vaqt o'tdi ekan tang to'y qildi To'y o. ammo Shuni egam ola. egam tozimi bir tayoqchi bir nimaga tegibdi-ku O. Sizgil qo'ydi-dan bir ashaqaloq. tayoq yeyman urdilim basdi tegdi chidimidim 2 kunda bir chapaloq yeysiz-dan. endi bir saqiyay deb tursam shunda bir o'zimni o'shab o'g'ilcha yana tayoq basdi ekan shuning bilan
Mening egammi keyincha bek azazulashib ketdi. Shundami sizni qo'g'dabdi? Og'irlig'ingizni bilibdi aytingiz ya. Tumadim, ish qilib tuyuqsiz o'zgarish bo'ldi uningda. Bir kuni eri egamni urib, tayoq o'tkazamidi. O kuni nima bo'ldi ekan? Menga tegishmidi? Voy, ursang ursha. Ish qilib ishking menga tegimsangni mayli emasmi? Nima qilsa, beshingni yerishamsa, nima bo'lsang bo'lisha deb turdim. Shuning bilan uning eri ochiqqa paylamay, egamni shunda qappida tutib olib, sizdan tutdimi? Sizni tishlagan-da. Siznimi? Meni. Voy, qanday nima u? Sizni tishlaydigan yetapamaganda qiziqmi? Ko'z yoshlarim qon bo'lib oqdi. Tushmi nima? Mana, qarang. Hozirgacha shu daldishning tishning izi bormi yana? Ko'rdingizmi? Yingang tishga. Yeni kelib. Yo. Uqmaysiz. Şimdi bu siz cho'churdak tursiz sizni tishildim. Voy. Ana tayoq o'tkazamadi emasmi shunga? Yana kelib uqmaysiz. Mening anglaydigan sat tetiksiz bema'ni gaplarimning jiqlig'ichi texi. Sizim to'yibsiz-da. To'ydim. Ya ayol quloq. Ar quloq. Bu jihatda ikkimizning dadi xil o'xshashga, ha? Egam bir berib qolsa, ba'zilarning og'zidan chiqayotgan bezak gaplarni anglab turib o'g'lanmaydi aning beshidan. Voy. O'zimni shartlik esib pastga tushib Siz ar quloq. Anglaysizki, men ayol quloq bunday ishlarga men shu pat yo'liqib qoldigan bo'ldim. Hey, bunda qiyinchilikni qarg'ichi deyim. Anglamay tursasak bo'lmadi. Ya bir eshakning quloq olib qolmab ekanmiz. Anglamay turib olayli desak, ikimiz pek kulgili ishlarga yo'liqdik emasmi? Shundami? Buni ko'ribchi qarang, ulog'imi ishimiz og'rib qoldi ekan, nimil degan bilan biz ularning shu ustidagi bir a'zosi emasmi? Shu biz olmasak ishimini bizning ko'nglimiz pek yumshoq emasmi? Shunga ishimiz og'rib qoldi ekan. Biz olmasak va. Mo'sh yeniga bütün çok topu basılan maşının labazına vaat basım anlamayacağım ama. Anlamaydım. Resmi. Rastlaysa ötken bir kardeşimiz anlatmış şu. Anlaşıktı da yok tüpki de bizden bir cemaattim. Onu o başlığı bana tıkakire şıkandakiler saklamını elvlay dese makul deyip çık gidip bir araba kıyak yapırıptı. Kızık yine o. Tıkakırdısa. Tıkakırıptı bir araba. İçini aldım. Oy tova. Kızık. Bir qiziqarlik shibdi. Odam mijozi yo'qib qolganda ishda bo'lib qoldi ki. Shu o'tganda-chu, men shunday ishdan birini angladim. Birisi yana birisiga bugun ishdiyim bek ichilib ketdi debdi-ka. U qopib ishdan tushib ketgan biz beksat ish bo'libdi degidak. Ushta bo'ldi shu. Ushta bo'ldi. Mijozi yo'q chaqda to'g'ri anlay olmaydi-ki. Shu. O'tganda bir ayol yo'ldishiga balamiz endi ayrim yassun. Balığı kichikroq karvatdan birini og'ash kelasiz desa, o yo'ldishi ma'quldab chiqib ketib 2 kilo novat ko'tarib ketdi. Qiziqgina bu. Kichikroq karvat desa 2 kilo novat deb kirgan. Oshta ola qapti. To'va. Bir de og'inam shu. Qarang. Oshta mijoz yo'q kino oshta. Men angladim ar quloq. Biz ayol quloqlarni anglaymiz unday gaplarni. Shundami? Bir ayol atiganni o'rnidan turib yo'ldishiga biz azroq pul topayli, buning uchun paxta tasak bo'larmiki desa, yo'ldishi "Oy, nadiki gapni qilasan ekan, oy, hozir nashta qilgan tuzaq yana qilamdiq" deb qo'yib ketdi qarang. Sil ayol quloqma joyib. Anglaysizlar gapni. Anglaymiz. O o'tganda qarang. Birisning uyiga mehmon kelibdi-ka. Shuni ular sohib ham mehmonni qani to'yga chiqing desa, "Yo'q mehmon, sen meni burgi deb qildingmi? Voy uyangga kelib qo'ysam nimanda qilsa?" deb akayni gelib chiqibdi. To'rga deb anglabdi-da. Bizlar birga yuradigan Buna egamni og'inchini qo'lg'itib u. Obdan bo'pti. Shuni deymamsiz bu ishlarni, ha? Shu. Yaxshi bo'pti, o'ziga o'zi qilibdi, ha? Mana bizni shunday qardan chiqsak, biz qardan chiqib qolsak, egilarimiz ana shunday kunga qoladi. Shuni bilmadi-da? Tushunmaydi. Bilmagan yeri bor. Shu va. Bular bizni asrashni, qo'g'dashni bilsa. Shu.
To'g'ri aytdingiz. Biz asrayman deysiz-ku, ishlar bek oson. Shundami, aqulab. Rost. Masalan, ayollar bizning hamma yerimizda shu tuşuk teştirmisizlar. Erleri bizni urmusulu buludu-ku, yana sat gaplar bilan. Rost tulumsa. Biz tillamagamiz. Aşı gaplarni biz bir anglamagan bo'lsak. Rost. Shu ayollar birini tashsim rozi bo'ldingiz a? Birini tishib qo'ysa. Rozi edim. Qara 4 yerni tishlab ketibsiz. Ondan başqa birsini mındaq mushishib qolsimi? Bunda quloq urish yo'q-a? deb qo'yib anan keyinda mushlashsa deymi juma. Rost. Va mushsiz shapaloq yeysiz, siz o'zingiz chiroyingiz shapaloq deydi. O bizga ham mushtak emasmi? Qiziq kelemi. Qo'lini shundan ko'tarib bo'g'ichi bularning quloqi shu mush bilan shaploqning hammasi quloq bizga tegdi ekan. Boshqa yo'q. Meni yenimdagi mangziga mana usunman deyman. Ish qilib deymi? Agar unda asrashni bilmasa, bo'ldi. Bizmicha anglamasli bo'lsak bo'ldi-ku? Ha, shundami? Ha, bo'l bizma ishni anglamaymiz. Mushtali tursak. Ha? Nurimizni chiqiribdanmi? Ha. Ular ya bizni kesib ilib-etmaydi. Rost ilib-etmaydi. To'g'ri, agar navod shunda kesib ilib-etamiz deb shunda ilib-etadigan bo'lsa-chi bo'ldi. Ko'z ojizlab kelsa ko'zoynak taqyolmaydi. To'g'ri, mana ildig'aya topolmaydi. Ko'zoynak ilish uchun biz kerak pulimiz. Mashina o'zim. Menda yeri bor. Shundaymi? Ishqilib insonlar tushunsa biz ular uchun bak mo'yin tuqchiman. Rasmiy bak mo'yin tuqdiz. Bardalar. Ey, bugun hag'icha dat tukishib oldik ayol quloq. Ras. Ma o sirkagan maylig'imizmi singib mushtapta. Aptap xayol xo'sh. Sizga qo'yishaqdimi? Qo'yishaqdi, ben qo'yishaqdim shu aptapda. Voy, aptap singib qulqimni o'zimni. Qopamda qasdan ketaylim. Bo'ladi. Unda bo'lsa, ar quloq. Ha. Bugungi quloq asrash kuningizga muborak bo'lsin. Voy, sizningmi quloq kuningizga muborak bo'lsin. Bila, yo'qolib ketmang jumu. Ha? Jirib qol mundishib turdi, yo'qolib ketma. Ma'qul. Hop, men bugun quruq tabriklab qaptim quloq. Sizga bemda bir. Ya, rahmat bo'ldi. Biz og'ash kelsam bo'pti-kan, bu quloq maylari bo'lsin-da. Buda kelganda, buda bayramda, bugun budoq bayramimizda quloq meyi bo'lsin-da, akab shurab qo'yamiz juma. Quloq meyi so'q qilishinglar. Quloq meyi so'q qil. Muborak bo'lsin hamsa. Ma'qul bo'lsa. Ma'qul, salomat bo'ling. O'zingni asra. Men yevadim. Yo'qolib ketmang. Ma'qul, xo'sh. Meni unutib qolmang. Ya, unutib qolmayman. Bekda to'kishdik, ma'qul, xo'sh. Ma'qul, salomat bo'ling, xayr xo'sh, ma'qul. Ey do'stlarimiz, quloq asrash kuni Allohga muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin, anglag'chilar. Quloqning mana qandaroq ishqi quloqningki ar quloq bilan ayol quloqning dardini angladinglarmi yetkicha. To'g'ri. Ha, unda bo'lganda qanday quloqning dardi bormikan anglag'chilar. Do'stlarimiz ancha. O'zinglar quloqinglarni qanday asrabsizlar qaysinglar? To'g'ri, quloqinglarni bir obda asranglar juma do'stlarimiz. Quloqinglarni shundaq dardman qilib qo'yganlarmi bormi o'zining quloqlarini, ha? Mush bir tal bo'lsa-mu yetarlikdi. Mushu zinnatimiz uchun, zinnat uchun, ha? Ammo lekin ash qattirsiq ustidan boshlab ostigacha qattirsig'i nim qol. Mushta tushga yechib oldiganlar bor ekan. Teshib oldiganlar bor ekan. Jiq teshib, nima qilsin unchalar? Yo, shuni uchiqtoq bir esib ketmaydi ekansizlar, jaldir-juldir. Shundaymi? Haqiqiy japasap. Nima bizg'u mayli hamda, lekin men erlarning ichidan bor Adiljon, unda deganingizda o'sha. Er quloqlarni azoblab atganlar bor. Va Ekrem deydi, sizlar xatolashdinglar. Nimani? Aslida mushu sizlardagi riyosatchilarning qo'li qo'ymoq tasmiki deydi. Mush quloqlarning shu bormikan azroqda deydi, qanday qilamiz? Sizlar uchun mayli, biz ishga adam mayli, sizlarga nurg'un adam bo'pti. Qandaroq do'stlarimiz, ancha-muncha zo'q, ma'naviy zo'q olgan bo'lsanglar biz ham qo'shal. To'g'ri, hamda ish qilib, ishki quloqning ancha-muncha bir amaliyotga massajgan oldida dardini deyish orqali quloqlarni asrashni demoqchimiz, ha, anglag'chilar. Yazin. Voy, Adiljon, bu ishtonlar tug'ilishingdan riyosatlik qilgan bo'lgansa, gap qiziq deydi. Bo'ldi, rahmat, ha. Mening og'ib ketdi. Bo'pti. Qaydalim tushkunimda, topamida men. Bo'pti. Gaplar endi. Hech qanday qilmang, xaridorlarning tushmagani demak sizninki yana ko'p pul topadiganligingizni derak berdi. To'g'ri. Xushal yasha. Bu yerda bir quloq yaqibdi. Nima deydi? Uch quloq. Qo'yi bor go'sht yeydi, iri va mush yeydi deb hech nima bo'lmaydi, birani yeb qo'ysak deydi. Bo'pti, undan aralashmadi. Quloqqa tegmaydi. Qanday siz yavringa bo'ldi.
Adılcan. Ya bilmeden bir bana ne yakında. Amma lekin o'rinliq gaplardi bu. Bahodir. Ay Adılcan Zafir'e kep rahmet bugün kızıda ma yumruğuna kulakın yumurta rahmet. Rahmat. Vali. Rahmet Adılcan Zafir'e beklerdi Ahmetullah yumur geldim ama kısaca rahmet belge. Şatlıqdan evciga chiqsin kulkimiz, kulkidan echi so'nrab nachigimiz. Xo'shallik ko'rib bilsimiz shodlik, biz sizning angiqi sirdosh do'stimiz. Xo'shallik ko'rib bilsimiz shodlik, biz sizning angiqi sirdosh do'stimiz. Şatlık, şatlık, minutları. Şatlık minutları. Oy, nima bo'ldi? Valla teliqib qolibsan go. Emish bo'ladi, shodlik boshlandi. Oho, boshlanib ketdi shodlik minutlari. Ba'zizlar do'stlarimiz. Qanroq? Shu yerim bo'lib ketdi. Naq vaqtida mikrofon oldiga tayyor bo'ldik bizmi? Bo'lib ketdik. Xudo sog'inishlarimiz bilan bir ko'rishayotgandik. Ko'rishaylik. Kul xumar aziz do'stlar, manglarga shodlik yer bo'lsin. Adiljon olimda salomlar katta. Qarshimiz Adiljon Abdumet. Oy, rahmat. Yaxshi tudinglarmi, o'zinglar salomatmi? Qadimiy do'stlar, qiziq paranglar qalbimizni ram qilsin. Ko'ngillik damlarning har vaqt sizlarga yar bo'lishini tilab, mana shodlik minutlari programmamizning mazmunlarini boshlab turibmiz. Men Zikra Kerem xonim qarshi olamiz. Rahmat. Qadrli do'stlar, qiziqarli paranglar qalbimizni ram qilsin do'stlarimiz. Ko'ngillik damlarning har vaqt sizlarga yar bo'lishini tilab, bugungi shodlik minutlari programmamizning mazmunlarini boshlab ketdik. Shodlik minutlari. Shodlik minutlari programmasini anglagankansizlar, biz yuqorida aytib o'tgandek, mana shunday shifoli rollarga, ajoyib bir foydalarga ega bo'la olasizlar. Foydasini ko'rsizlar. Boshlab ketdik, unda o'z shodlik minutlari boshlandi. 1 2 3 Unda bo'lsa anglag'uchilarimizning shu topki qizg'inlik uchun, xo'shalik uchun bir yumordandiq. Dayli boshlaylik yumorlarni. Baxtugul Bodek. Oshxonaga kirib. Men cho'qiratga o'xshaydi debman sizni. Baxtugul Bodek deb bir qiz olib olsin. Bilasizlar. Tunisiya. Yangi keldi bugun ma bizningki shodlikqa. Bugun kelgan qizlar bu. Baxtugul Bodek oshxonaga kirib tamoq vurtibdi-da. Oy, men o'rindiq hijirlaydi. To'g'ri. Tuzuk o'rindiq qo'yib qo'ysa bo'lmamdi deymi? Endi shuni qitqasi to'la deb turib olammi? Bo'libdi, o'tirayim. Ustam. Ey ustam. Oy, xonam, keldik, mana. Mana. Men kichik taksilik to'g'ri qo'rmisidan birini gachchi deb qorab ichibmanmi? Qo'saq degan dahshat ichib ketdi. Kichik jungma deb ketmislar, deb ketmislar, kichik deslarmi? Og'zi sat turdi. Men boshqa qilay. Jung banji, banji deb. Bo'l bak chung davatlar, chung ovozda. Kichik banjimi? Kichik. Voy kichigi yo'q, jung da. Kichik taksilik ustam. Ma'qul. Hozirlab turdi. Hammasi men o'zim baqqan to'g'ri. Hozir tayyorlab chiqim. Gushundamizlik. Oshtami? Ushaq to'g'randim, yo'qmi? Uy, ustam. Unda bo'lsa bir obdaroq bir to'g'rab ichqisizlar. Obdaroqmi? Ma'qul, bizdan bu choy ichibsiz. Balla, choy qo'shinglar. Ochimiz choy qo'shinglar. Muzlik deydi. Uy, ko'zim ichib ketdi men gapni anglab. Uy. Keldi, mana to'xu, mana keldi. Mana. O to'xtama, piyolangiz taqishib edibdi. Nafsim taqildab mana shu to'xuni. O'zimiz baqqan. Gush shunda yumshoq, uzun dimlibatdim. Ushqa qilib to'g'irdim. Bir taylan. Ajabmi yaxshi akasi. Mana gampen bilan akalim. Bir yey mush to'xularni bir yey. Ko'p salaymi gampenmi? Ustam. O
Çöpni sanmışla semirip gitme. Ustam, çöpni sansıla işkini. İşkini ma? İşkini sa... Ya ma mimağın işki tal çöp, ağaçağlığı işki tal çöp. Ustam. Boşrak. Özleri yeniği bir kulqı gıdısla. Ma xeridalı ağlap qalsat durdu. Ya yemeydik, çaq-çaqıp tuyttu. Maqıma üzem dep, kayni götüp üzem sep çıqay, ha? Ustam. Ha? Aq açdın. Aq açdın? İşki qaçan. Mifen ma? Ustam, ben mifen yemeyim ben. İşki qaçı mifen? Ya ballığım, ağaçağlığı işki qaçı mifen? Herhalde iş çıkırıp deydi qamağana. Sat durdu. Xerida çıqqan ma aşqamada. Ağaçlı bir... Bavzır, yapaqsla qırım, bavzır yapaqsla. Ma tuğu güçünü bek... Hey ustam. Ha? Ma tuğulan rastılı özleri baqqan ma? Oy, üzem baqqan, oy, kayındaki bağdır, laqıdı toğu, fırman ba, üzem baqqan. Aş otlap, ot çöp yap, qutqan qızı yap, aştaq çoğuğan, gedlik var. Rast özleri baqqan? Rast üzem baqqan, maçta, toğu, üzem baqqan. Bunu sorap qaldı o. Qarasam, ma tuğu güçünün, ya güçümü, miyimi yok diyerlik. Lamken bu. Oy, baate. Ustixanlı eken ma bu. Ya baate. Endi şu qandaq baqqanlarını sorap, bolsa endi men şu usulni bir qo'lini bir uruqlay degan. Ya baam. Sile semiz yoğan boğaşkı ağızlarından göğüsleri çık. Şuna ustahan göğüsleri tegmige okşaydı ağızlarından içine. Tegdi ustam, bek tegdi. Bunu men bek farqlandırma emasmi bu işlarni? Ya versem da şümep. Qanda baqlar? Qanda bek muşunda uruq qilamish to'xona. Endi bu to'xolni manda baxtım endi. Ha. Danni bemeyim emas. Berme. Üç vaqt berme. Lekin Ertegende bir vaqt dan berme, bir kun kechgacha 5 yoshlik balam bor. Ha. Shu 3 yoshlik yana bir jiyan balam. İkisini qo'yib levitimi, ikkisi tushkish qolaydi to'qolni. Bichar tuxul bag'ning ichida pat. Atrofda yigini bilan matrafni tayyorlab qo'ydi. Shuning bilan uruqlaydi. Bağlarım şunda oğutuk, miyulim şunda oxşab ketdi. Şunun bilan tushdi bir dam berme. Tushdan keyin şunun bilan yana bir qo'g'laymiz. Pat. Bekatomay qochadi. Tushundim ustam. Şunun bilan mustaq muskulli uruq bunda. Dan bilan uruqlab ketgan desizlar. Boshda boq. Men dan yesam bo'lmaydi ustam bo'ldi. Baribir. Osh bo'ldi. Aka, yepli bitay. Silinma to'g'ini yapib jugurpaslar. Ya. Jugurpaslar. Unda japatat yugurib, uyunda ishlarni qilib, men bo'ptika xo'rtib. Ya o'g'il shu badalari qarsam, o jugaslari, putlari maymoq ketdidek turdi. Oyoqni sunib ketdimi, oyog'imning pashinasi. Unda tavakkul qilmayman, pashiniga tavakkul qilmayman. Unda bo'lsa, bo'ldi. Uni ustam. Çöp. Uy abla, isim kursun ben çıkıp giray. Ballama açıqlığı işki kuruq mifen bir çöp. Ben niyetimden yandım, uğurlamayım ben. Göçük yerden sağsılamam. Almaş dostlar bir. Manda şu yigen işkendek soğuk sendaldek toğulur bu sağsılamam uğurlağa. Bunda varsa çoğudun suyup çıkar. Daha bencilik etmeyi ben mi? Ma daha bence emesin de. Ya ma cun benciydi. Oy. Akası man işini kendi işlik tüküp rey sonra. Oy onda demişler. Ya sunak asası sunak bu. He onda bu söyle. Ay işte ve son aslında çoğarak doğdum daha bencilik. İşki mifen bir çöp bilen çıkmamayım ben. Bir çöp değil ustam. He? İşki çöp desin mında kırını az da koylar. Esta ama bedenki qarab yaqsam bu fikrimden. Kapımız sakınım. Azıl çıkımız. Vallahi ma açıqlığı işki kuruq mifen işki çöp daha benci. Şma? Öttediler meni ahiri dağların aldıda. Aldıdaki balı man qaravatıdı. Boşrak gap qıslar. Ya manga demedi. Bu Allah'ı davatıdı. Özü yeydik. Ben yiyiş bireyde. Karmal. Yavranglı. Öz alınınkini yanlı. Kapım. Ben kirip çıkayım. Maqul. Şatlıqdan evciga chiqsin ko'kimiz. Ko'kkidan echi sunratni chekimiz. Xo'shallik ko'ring bizimiz shodlik. Biz sizning aniq sirdosh do'stimiz. Xo'shallik ko'ring bizimiz shodlik. Biz sizning aniq sirdosh do'stimiz. Shodlik minutları. Şatlık minutları. Hot step murderous. I try to be courteous. Fuck you, I'm a dirty bitch. Bold snap, that's what I'm talking about. Shorty gon' walk it out.
Başlap ketdik şatlıqni, qamsizlar, anlıqçılar. Ey. Şerim bo'p ketdi go, tayyor bo'ldinglarmi? Unda bo'lsa bizmi tayyor bo'lib ketdik, mana boshlaymiz. Başlap ketdik unda bo'lsa şatlık minutlari programmamizning qizg'in anlıqçı do'stlari bamsizlar. Ko'ngildagi şatlık qaratlarga xo'jalik ato qilib kelayotgan şatlık minutlari programmamizni anglamaslik balkim bag'ringiz bo'lmasligi mumkin, ha? Shunday. Biz başlab ketdik. Ma'qul. Rayasaychi do'stlar Adiljon, Ablumitdan o'tib salam. Qarshilamiz. Adiljon oblimiz. Rahmat. Programmamizning ixlosmand anglovchilari. Sizda shodlik va xushallikni his qila oladigan samimiy yurakli bo'ladi ekan. Shodlikka erishmagingiz uncha tas emas. Albatta. Shunga huzurlaning, qancha huzurlaning. To'g'ri. Bu fursatni biz sizga huzurlaning deb turib faqat shodlik minutlari orqali bera olamiz. To'g'ri dedingiz. Shunday. Gapning meg'izim ishada. Qani unda sağlıqlar. Qani hardig'ingda chiqcha qancha huzurlaninglar. Men Zikra Kerem. Xo'sh, Zikra Kerem xonim qarshilamiz. Ey, rahmat. Ayna. Ey, anglovchilar mush kayfiyatinglar uchun bir yumor kesqandaq. Voy, kessin. Ha. Mana başlab ketdik unda qo'zg'aloqchilar bilan yuz ko'rishish so'g'si boshlandi. Anglovchilar bilan yuz ko'rishish so'g'si. Let's go. So'g'a. Sarem. Ikki qo'liqi mushu kuyib yaralangan xizmatdosh Hoshim ang vaqtidan so'raydiganda ko'rib bo'ldi. Hoshim. Voy, nima? Voy. Uy, ma vaqtni ajib jirin bo'lib ketganni. Burun Hoshimdan 10 qatim desa anandikin, ha, deb turdi. Hey Hoshim. Ha. Nim bo'lib ketdingiz? Mo quloq. Voy, kuyib ketdigan tasqatda? Voy, quloqimni gapini qilmanga voy. Ha, da. Dadin tatlanmas. Sizning quloqingiz aslida bunda emasdi, soxti, ha? Deb kelsam gap to'la. Ha. Butunlay mushu bir qatimliq savallik, banqayliqdan bo'ldi. Ay. Hey, Hoshim, men sizga burildi degan. Mushta hang vaqtliq qilmang. Hava aman bir kuni mushunda hang vaqtliq qilganingiz beshingizga chiqadi deb, ha? Ya bo'pti da, qanday savallik ashunda. Ha. Nima? Voy, qanday savallikdan mushta bo'lib qoldingiz davatime. Voy. Qanday davrlik olmadim mattaq nima quloqim bilan qolsa. Hey. Ha? Qanda bo'lib mushta bo'lib qoldingiz? Ma quloqqa nim bo'ldi? Ha, ma quloqima, ha. Dazmal qizitayotgan uyda. Ha. To'satdan o'tasam ngidil keldi telefon diqqat qilmay dazmal tutib quloqqa yiqibdim qarang. Qo'may. Ha. Shunga sol quloqim kuyib qoldi. Tup-turing mana qog'oz. Bekitchiga. Qog'oz tup-turing. Qo'lingizni surtmaydigansizmi? Qog'ozni Ishini surtdim. Ha, tuting mana. Kashkichi qattiq qog'oz. Ha, tuting. Oy. O bosh kirashdi. Sol taraf besib yotamaymi qarang. Tup-turing, sol quloqning hikoyasi chiqdi. Sol quloq ashta bo'lib kuyib qoldi-da. Ashta. Voy, unda o'sma o'ng quloqingizning yarisi qanday ish? Mundu qarsam shikilisining kuyishi deb o'xshashgina. Tova, bu quloqni ko'smishda o'xshash kuyamdi qanda. Ha. Onu desem takım çıkıp gittim. Nim bo'ldi da. Onu birden ben şu vaqtda quloqim baqizib ketgan dazmal. Xotin degan panqay qo'yib tashaga. Shunlar sol quloqimni yiqib ko'ydirib bo'lib, jona chiqindi chidamay tirkan qilib ketib shuning bilan uyda dam yo'qdi. Dazmal tiqib qo'yib chiqibdi panqay. O'xshashganlar. Shunlar jiddiy qutqizish mashinasini chaqirtayamda quloqim kuyib almas bo'lib qolmay deb. Şuna telefonu urduğan vakti yine şu dezmalını hep on kulağımı yıktım. Buldu jığlımana. Ay şimdiden kulağı. Ay dezmal yıkıvagan kulak. Dezmal yep ketken kulak. Patam. Sarem. Hangi vakti. Bir şey de sizin alsam bulup ki ha. Aç bankay hotun ağalarınızı sizin ağalar bolsam. Tova.
Men bir jürüng ey, bu özüňizi tekke adamnym okşaşlyk kılýdygan mijazыңызda, ay boldyla, aş xotin bilen turabering. Ya sizin de köňül bilip maňa taň az içip ýyglap duryapsyz. Küýniş digen mana küýniş qana panqa goto ýürek kulygymny ködürüp ýok özi. Şu aş kulugyňyzyň küýüp kılışyny saklap atgan xotin bilen o. Ýagızçylyk bek tattym ne ketdi ki pankay. O. Yerimki boldy, seýşen baza dep çyketkin. Vay, onda bolsa ýene iş ba, onunğa ýene bir neçe günlergiçe paýda bolup o aýalyňyz maňa wagty. Ey, ayada, man qarang digen rahna setipdi. Muşu rahdan elip köýnek giydigan bolsam, köýnek giyip çayga bardygan bolsam, top durun. Bu köýnekniň metri neçe? Ha? Maňa kançylikda bir köýnek çykdy. Ýaq, 5 metr diýdiňiz çykyp gitdi dep muşunda diýip baňa wagtyly kyp gelgiçe. Va ötüdi killa, ey, aýalyňyzy bilimiz biz. Şikinglar, moxşaş bir qylypdy qoýup çykkandek. Bir gelekniň hamekleri digendek. Ha. O biçarım o belente. Belente. Bamız onu taşıyıp sizin alayım ya. Yo, herkes onda gap qılma, herkes bunda xiyaldy bulma. Yo'q, mening muşu hazırkydek jırın yaşıgım bar. Boldy, aňaksy. Oy. Mana qılan. Siz oturayvering, mening aw işxanda qıldygan işim bardy. Men çykyp. Baýa, işxandakine Visoram, aşım o wagtynyň kulky nim bolgandy. Biz kirip sorusak, yana taýz muwaffaq bolmaýdyken sen kirip sorap çyk. Bir kulky okşaply kapdy birnige digende şunu bilen men kirip şu sizden soruşum. Hazır çykyply depli bitay. Tamam gitemsiz. Nim itime. Maqlamsa boldy. Maqul salamat. Muştamasma özüge öz qıldy bu biçara. Bunu nimeli debesek, tılabasek mi hazır anlamaydı berber. Hey pankay, hey han vakti. Aytып keldik dostlarımız, anlap atqınыңlar 107.4 Qatar Sənət Radiosunun Şatlyk minutlar programmasi. Anlıqçılar, unda olsa yana davamlıq turda sizler üçün yumorlarımızın sözləyimiz. Barısını akırmaylı, ama lekin muşu otursidiki bulungan gapni biz dep bereyli. Barıs bilen. Tumarısda işki savaqda işkisi sınıp qattiq soquşupdygy. Öykü de otuma varız nimde kılsa. Nim buldu. Öykü minut tutsa bu. Minut diýini ne diýip seninki? Sen ne oturup sizinki buldu? Bu öyküle. O sen kurup durup yoğaçılık kılalaydı kensen. Yüzü bakıp makarını izleydim öykü. Onda kıldıgan bolsaň biqinin tişidim ben dep koy seninki. Vay men başka näse bir dejengi tiş bakay. Çeçini jurluytum ben öykü. Bir monike nimde kılsa ne? Taz uray dep kalsam kız oldu dep kaldı bir kap olmaydıgan bolsa şu ey. Ya nim buluştun. Nim boldun akasın? Ha? Nim buluştun davatma? Ma işkenge nim boldu ma sınıfta? Ha? Olsa çıkıp durgan alamadım. Men özüm diýşey. Uzaldı işte. Uzaldı inşallah. Nim buluştun? Ha? Nim buluştun? Gaq baqa. Ama bir näsem öp mening gidip beme oturdum bolýar. Qurum boris mening qalymymny ýywagan diýdi, goýturdursam mutamly goýatydy. Minut tursa nimiş goýturma ony? Digine qanda sekseniň? Yo, malum men şu bir ay işiltip bop endi goýturup berey dep oýlagandym, bemeýmedimdim lekin. Hey! Qaramany? Boşurak waqraňam alýar. Ne mutamsan? Ha? Bir aydan keyin qaytyrgyç maqalamyň işletkide yer qalamda. Undaq degenimiz bilen közüm çyp qalgan tursa Mani. Oy, nimde mutam nemsen? Kim mutam kim bana? Yiğitim közüm çyp qaldy dep köygen näsini agıltırsan, oy çoňugan qandan nim bolsa sen ha? Bire. Bemeýme. Ekkel deýme. Bemeýme. Qanda qıpdyňyz? Bire mani. Öykü deýotma seni biremse belemsen. Goýup öýle bakyp maqraňy ýyýtdim hemen. Noçu bolsan kila. Malum bop qapdy, hep qarapdy, malum bop qapdy. Barys digen, nimde özüň bilmeýän nime sen ha? Ma dadanyň telefon numary kança hazırlyk çakyryp keleymen. Boldy malum dadam çakamsyň buldy, özümniň küçüýdi o. Nime diýdi mawe? Mektep sınıfta ama çıkamam mektepten çıkıp eke kadam ekilem eke boldy. Tutamam tumarız tutama. Yine obdan seni bir şıltıcı mı?
Endi herkes bermang buningga. Bu ko'z tushib qolsam, evaldigan nima ekan deb, muhtam nima ekan ma bu. Hech nimangizni bermang. Ma buning ekan sumkangizga mayli qulub sep qo'yib, oshqishni o'zingiz ma yanchiqingizga selib olib, yanchiqingizga desam bo'lmag'idek. Ish qilib bu oyog'ingizning ichiga selib eting bo'lmasa. Apangizga dang, pashingiz bilan ma oyog'ingizni o'tirsida bir sal oshqib salgan bir narsa qilib bersin, shayga selib obda saqlang, ma varisiga nimaga hech nimangizni tutqizmang. Mo'lim. Nima? Sizning gumonlandim men cho'qim mush tumarisining uydagilar bilan yaxshi munosabat o'rnatdingiz. Sen gapni jiqmay chiqay, xalqning narsini elib nima degan bo'ldim. Bo'lishsiz hamchi. Men bo'lishmayman. Nima xalqning narsini olsa, kimsan xalqning narsini aldab o'rgatib, kichigingdan turib, mushta turib, satib sen xalqning narsini. Ko'zim tushib qolsa. Ko'zim tushib qoldi deb oldigan narsa emas. Opam sana ippasin, yamisi o'zancho qara. Mau yet bayramlarda jiqqan pullaringga yig'ib boshqa narsaga olmay, keraksiz narsa ishlatmay, bo'z o'qish qurollariga, kitob material oladiganga ishlatasanmi? Tumarism uchun shunda olgan ma'ni. Chiqaman maktab olgan chiqaman chiqay. Qurib ko'chdi. Maktabning darsini tushgan darvozaning oldida tutib olgan bo'lsam, tumaris degan xomron chuviydim men. Oshta baqa qani qanday qilmay kerak dadisini boshlab keldirmaysan. Yumurimning sadosini sayyorim anlarsanmi? Yumurimning sadosini alovchilar anlarsan. Gülüp tilqarslanmi? Ana qanlıqchilar, ras kulib tilqamsizlar. Tangaytayli. Avjiga chiqsin kulkimiz, kulkidan ichilsin rada chehrimiz. Xo'shallik ko'riki bilsiniz shodlik, biz sizdan eng yaqin sirdosh do'stimiz. Xo'shallik ko'riki bilsiniz shodlik, biz sizdan eng yaqin sirdosh do'stimiz. Şadlık minutları. Hey hey. Şadlık minutları. Şadlık minutları. Şadlık minutları. Şatlık minutları. Oho, mana keldik do'stlarimiz. Qanday qanlıqchilar sizlar bormi? Bormisizlar? Obdan tudinglarmi? Yaxshimi mijozinglar? Deyman, endi demelishtab o'ynab, u yoq bu yoq ketib qoldinglarmi? Ish qilib mayli, nadil bo'linglar, ammo yaninglarda radio bo'lsin, ha. To'g'ri, boshlab ketdik unda qo'yib 3:30 bo'ldi. Saytinglarga qarab beqinglar, ishonmasanglar, men qarmag'anlar, chastotini 174 to'g'irlamag'anlar. Bir to'g'irlab, juma qarab saytinglarga, ha. Şadlık şeyda qadrli do'stlar, barakat va shodlik to'lgan qaynoq hayot hammamizga bo'g'ay, chehrimizdan tatliq kulgilar balqib turg'ay. Har qaysinglarga xayrli salomlarimizni yo'llab bugungi shodlik minutlari programmamizni boshlab ketdik. Sizlarimiz Sarxil, Odiljon olimda salomlar ketdik. Voy, qarashamiz. Odiljon rahmat. Ish qilib. Rahmat. Yaxshi, men ansirgan va o'quvchi ketamu, matnga yetishmay. Men pashmi yo'q, chikitmi yo'q. Ish qilib dalvadi. Tinmidi, nim bo'lib ishlab ansirgan. Sahnaga chiqishdan burun qiptini birla chiqdim shuni bilan. Ish qilib anim bo'lsa, ish qilib saqsalamat turdim o'z oxirigacha. Shodlik minutlari programmamizni shodlik tepib, ko'ngil beg'in yashintib kelayotgan qadrli do'stlar. Mana shunday shirin damlar bizga har vaqt yor bo'lsin. Tatliq kulkilar bizdan aylansin. Qani unda esa programmamizning arambaxish mazmunlariga davomli turda jo'r bo'lgaysizlar. Men Zuhra Keram xonim qarshi olamiz. Ey, rahmat. Oh, yeah. Boshlab ketdik mana. Disco. Hoy, nima ish qilyapsizlar do'stlarimiz? Radio olib tayyor bo'ldinglarmi? Disco o'ynatamiz. Ancha badanni to'lg'ab qo'yinglar o'dirg'isib. Ras. Yeni ko'p qolsizlar juma do'stlarimiz, ha. Azroq radioning ovozini azroq ko'tarib o'taylik. Ko'tarib o'tgandan keyin qanday bo'ldi? Tabiiy holda mana boshda chay qilib, bo'yinlarni to'lg'ab, ballaringlarni to'lg'ab ketdinglarmi? Mayli, uningga bo'laveradi. Hech nima bo'lmaydi. Anglashinglarga bu harakatlar qilcha ta'sir qilmaydi. To'g'ri, tumirlar ichiladi. Men quloqlar texim soz anglaydi. Juma billah mana kavob selib, inkaslar tezlashib, navbat kelib qolganda yumurlar bo'lsa so'zlaydi anglovchilar. To'g'ri. Unda bo'lsa anglovchilar sizlarning xo'jaliginglar uchun oldi bilan yumurdim birsini sunmoqchimiz. Katta unda bo'lsa anglovchilar bilan yuz ko'rish so'g'isi boshlandi. Anglovchilar bilan yuz ko'rishish so'g'isi. Bola.
Momisi bilan yuzni yuyish to'g'riliq deyishib qilib, momisi deydi ki nevrisiga. Canım nevrem. Bu yüzünü yulgun davatımısın men. Bula çakkan bula balam. Ya jumayma. Bu jumusan kanda buludu balam. Jumusan meynat balı bop kalsan bildin mi balam? O jumayma men hem de herkes karım yok. Yüzüm jumayma bu döküm ben. Vay canım balam nimdeydi kansı balam. Bekkepsiz balı hop sen cumasan. Ha? Ben sendek vaktimde var o. Kündü yüzümle aşı 10 vak juytum ben. Oyna demedim mi oyluğunumdek boptum ama. Nim boldu? Men şu del sizning chiroyingiz qarab devatim bu gapni kundi juvasim sizde qo'riqchi kutib chiroyim qo'rilta qo'yib qolmamdi. Ma balni davaqin Sizmi gitme. kunda 10 qatim jub mushta chipar qutta ko'p ketgansiz mama. Bay nimda qildim avey. Mening yüzüm qolgan bo'lsam ko'nglim ba, mening ko'nglimga keldi, nimda qildi? mening yüzüm moshta bo'lib ketsa siz qo'shulamsiz mama. Qarab yo'qmi chiroyingiz purilishib ketdi, yotqanda bisilib yetib qolganday qilib. Ma balni. Mening moshta qo'shulamsiz. Akşamları ilk yüzümge memmo deganni chaplab yetibotgan foydasi bo'lmabdi-da. Voy, nimda bir ko'nglim kelgan gapni qildavay chiqar juguman nim qilsam qilmamsiz, yuzun jumay, mehnat jursam jumamsa, voy, nim qara. Mama dazmal sep puzlaytam. Shuni qilam, Cepi tüytan tumarımı teyda. Onam şunda devatdi. Momamning chiroyim mushta. Onam bilan shukuni turg'izib qo'yib, kashta onang kelgan vaqtda dobdan deyishim men. Mana. Bala urush qilib qo'ydi, kelin bilan qaynab. Ammo bunda demeysizlar, aqirken ma'qul deydi ma bal uchun sen og'ziga tiqpal ekan ma'qul. Mama deb. Hoy, shunda bo'lsa do'stlarimizga yumorlarimizni so'q qilaylik, yana davomliq. Mushu Ashixon adimiz mushu bir resim do'koniga kirdi ekanda, baza aylang'ash bir resim do'koni oldiga kelib, "Ey" deb kirib qoldik. Ey, resim do'koni mishiyat bakina to. Kasa. Chidim. Tishdimi? Tizlik bilan obdan to'dim, o'zim obdan to'dim. Uychi tizlikma. Uychi tizlikma, balla tizlikma. Obdan. Yaxshi bo'libdi. Kasa, resim olamlar. Olma. Asa, qanday kerakda? Endi shu men o'sha uydan chiqqan vaqtimda shu rasm do'koni bo'lsa, kirib, menda bir aylanib, bir ko'nglimdagi rasmlarni bir ep chiqay degan. Menda iliqi tabiat manzarasi tasvirlangan rasm bo'lsa, olay degandim, bormi? Do'konimizda bunda resim jiq kasa, ichi yaxshi. Qayerda? Ha, mishadimi? Mana mushu yerdikisi hammasi shu. Talsa. Ma'qul, tanlay. Kösa. Siz degan naq mushtaq resimlarimiz mana shu. Mushqatadik. Kösa yaxsizibdi rasm. O, yaqto'g'anlarni tanlasa azam birimizga. Ma'qul, men tanlay. Bu rasmdan ajabmi jiq sizib besib qo'yaplar. Shu chiroyli tanlab, ha? Ma rasm bo'ldi ekan emasmi? Allomat ko'zlarim baltunday to'naydi ki jumaqam. Mana mushini yaxshi ko'rdim. Ko'rdimmi? Xo'jayin mushini yaxshi ko'rdim. Naq Nimda chiroyli. Yiqqinda bir og'inamga satma qaraysin baba. Ko'zlarim baltunaydi ekan. Ko'zlariga birman qo. Ajabmi bir chiroyli bir rostakli sizibdi-mi rasmni? Rasmida kaynlarga 3 metr turib ko'zlarini qisib qaraslar, rost ko'rgandek bo'ldilar. Rostakli sizibdi shu. Ma rasmda shu yangi uzib kelingan bir dasta gul bor ekan. Ha, mana ko'zlarim tunaydi. Sanatim shunday juma xonim. Shu voy jabi gulni tushunsak nim bo'pti, gulab kunib qolgandim. Gul bor ekan to'ptasi ma gulning chiroyligini. Voy, mayadin bir taqsi bir go'shim bor ekan. Ha, shu. Bunda ashxonning ichimiki ish qilib işte resim sizib kelibdi. Voy, ma bolqiga men dehshat amroq. Ma bolqima. Ma vijdon bolqim bor ekan emas ma rasmning ichida. Shu, chiroyli qilib rasmi. Voy. Ma rasmninki bo'lib ketgan. Ma rasmning bo'lib ketgan. Ay, xo'jayin. Ma rasm bo'ldi ekan. Voy bilamdi ekan. Bo'ldi ekan. Ko'sa. Gap yo'q bo'ldi ekan. Maltoniydiga adamga o'g'ib birimiz sasirayot satadi juma adam. Shu, nech pol? Qimmat emas, 50 qo'yla bering, 50 qo'yla. Qizmatgan. Ha? Bekli qizmatgan. Qanday qizmat bo'ldi? Qanday bu 50 qo'ymuş? Ishchida go'sh va gul va xo'jayin. Mandaq. Ma rasm qizmatgan juma. Anda deymiz, sabit. Men mushta rasmni izlab yurgan necha kun bo'ldi. Bunda rasmlarni to'li ko'rib aylanib chiqdim men-chi, maxsus. Maxsus mushta rasmni ko'rdim men. 2 kunning oldida mushning o'xshaydigan rasmni bizni ko'rgan.
Şunun bahası 50 koyducu. O'xshashmagan toq. Ama Ya onu ma- yaptıptısılar. Ama onun da ma taksidiki güç sılның ma resimdeki qaragan xil çıktı. Qiziq gap qildik. Bu Şu bolkusida yen birisi bor de yanında. anda Mamada vicdan bolku bor ekan. Onun yanında küçük bir yen bir bacısı bor de. Qani, ma qo'y gushi deydi Vay şunu işte vay nemelan bo'p kelsin mening ko'rganimmi shu. Aslı kali güçüdür kögelleri. Kali güçüm xizmat deyman. Anda demisem ama resimde 50 koydikinim Ya, gap hoş ya, olsa. ya, ya. Ben sana senet düşündük de 50 koy bir de bas. Bu 2 koy satmağa resim bakınım. Ustam aşın kiler mi ya? Kemet. Kem bula. Kemmisen ustam anda amal yok. Ya, Men chiqib ketman. Ya, Bunda resim To'xtab tursa, to'xtab kelishib qolib, to'xtab tursa. Göş başqa narsa demayli bo'ldi. Men unda go'sh yil kun men ko'rgan rasmdagi go'sh qaragan ras ozgan juma. Unda qarab baqsam Ada demisa. taxminan bir 270 gram ozdek qildi. Anda de resim ne 50 belki doğmuş kilo ama. kasaptım 2 kilo göçep to'liqlamam la. Ya, bunun pul xarjlab yurganda men mush maxsus mush rasmni setib olishimdagi maqsad. Ha. Aş go'shtni setib olmayman, gulni setib olmayman. Andan keyin bolkinim setib olmayman. Qaylab o'tirma qaylisi. Aşqallarga samtla. Ha, oshxona o'g'isib qo'ymoqchi. Tazi bir ayalken. Kem bula. 50 koy ben sen Açkessa 50 koy. Ya, 50 koy jiqpulab ketdi. Qani makasa kelishib qolamiz kasa. 30 koy. 30 koyga kem buladi 30 koyga bir muj bolku go'sh gul var resim nesli 30 koyga. Tamam. Ya aldığı çıkmazsa talla bazır purapma koyguzmaycım 30 koyga. Ustam, gapni anglısla. Neç günün aldıda sizga rasam deylemezmi? Ma go'shkim neç gün bo'lib ketdimi? Nim demekçi? Ep kelganman siz ma tashlab qo'ygan gulma neç gün bo'ldi? Tug'an gul shundami? Uzun bo'lib ketibdi o'zim. Ma avijan isib ketyapti. Ma go'shim neç gün bo'pti? Menda siz tug'izib qo'yganlar. Bo'ldi, 30 koy beramla. Man qasa silim 30 koy demişsem men 40 koylu biray. 40 koylu bas akassa men 10 koy şesli 10 koy çıksa 40 Ya, koy. ustam. Bağa, mümkün değil. Diken bilen Ya, bana. ya. Çıkaslamız. Onda olsun ben mağdım. Aldırma özür setip alsa. Uzatmadım. Bakam sen. Kırak görmez ama. O zıngı çıkaramayın da kırıydan gözlemleri bana tutun. Takayım. Şatlıkını anlayacağım. Da adamlık. Cilop şügenden. Ya külüşmek ne ya? Dokunun da çe. Tozumu bir ters abi Suudiga tijoratchiga ma'lum. Ama anıqsizlar, hergiz bu tijoratchidan o'rganmanglar. Resmi onda normal cuma. Bo'lmasang, illiq chiroy oshmag'in do'kon saroy deb ekan. Naqga qildingiz cuma? Shuning uchun har vaqt illiq chiroy bo'linglar. Undan so'ng sizlar shatq minutlar anlayapsizlar emasmi? Cuma vallahi. Buni demaytingiz, anıqsizlar. Ma bir do'stimiz bir mayumurni yo'llabdi. Qiziqgan o. Aynı vaqtda aynı yili bir qiz bola bilan arilishib, keyin arilib ketdim deydi. Tuniga uning to'yi bo'ldi. Men to'y ko'chirish mashinasining orqasidan asta ichki chiroqni yondirib qo'yib, past chiroqni. Shuni bilan ichki chiroqni yoritib qo'yib, uning to'y ko'chirish mashinasining qiyofatiga kirib olib, asta keyinda agashdim deydi. Agashibga uzun o'tmay men uchir keldi deydi. Ey birma, bu umringni men qaramayman deyapsan. Ajab oqimizdan agishib qolsan-ku ichimni siqib. Turun. Oy, uchir keldi. Oh! Ko'l to'yibdi. Yangi meni yaxshi ko'rdi-ku. Voy. So'rab baqaychi. Mening agashkinimni qanday bilib olding? Vay, bishing neydigan birma. 10 necha Audi mashinaning keyinda salli traktor haydab tat qilib agishib kelvasan bilmay qolamdi. Oplar, mani isqimabdim-a. Men chiqdayjim ama. Rost traktor Deyma, yo'lga chiqdi. Qas. Tat. Is chiqirib Audi'ni yonida bitta kutdi deydi. Rahmat. Xo'sh, shu kasbiy imtihonga qatnashgan qiziq deyman. Shu deganki imtihonni shunda nachar beraman. Tushdan keyingi imtihonlar bo'lsa yaxshi. Demamsiz. Shuning bilan shunda yaxshi o'ngishlik berib chiqaman-da tushdan keyin. O'zim hayron qoldim. Nima bu? Degan nima ish bunday berib qolmadim. Shu emas. Shuning bilan buni ayolimga dedim-da o'tirib. Nima bo'ldi?
Qara xotin. Ha. Bu deganki intonni bek yaxshi verdim ben. Ha. Yaxshi beremedim, ben tushdinkini yaxshi verdim. Degandan keyin bek yaxshi ko'nglimdagidek beremedim qara. Bu tushdinkini alganlari liq degan oq qo'ymay degan tosi qoldi tegib voy aka deb qog'izimni Bet yetişmegili tas qaldimi, varaq yetişmegili. Shunda berib chiqdim tushdik. Qiziqish bu nima ishdan bu? Tushdim buni shunday yaxshi berolmay qoldim. Nimada deb o'ylanib cho'nqur xiyolga cho'kib ketgandek ishmi? Nim bo'ldi? Ha, atigan kimdan yaxshi beramidingiz? Tushdinklarni taz lip-liq yezib chiqdingiz. Ha, shu. Bu deganlik paynakning aqli tushdan keyin. Nimani? Ha, bo'ldi. Nimani? Paynakning aqli tushdan keyin yetarlik. Şatlıqdan avjiga chiqsin kulkimiz, kulkidan ichilsin radnachimiz. Xo'shallik ko'rinki bilsimiz shodlik, biz sizdan angiqi sirdosh do'stingiz. Xo'shallik ko'rinki bilsimiz shodlik, biz sizdan angiqi sirdosh do'stingiz. Şatlık, şatlık, minutlarım. Ya buldunlarmı? Shunday anglag'ishlar qani, unda bo'lsa. Anglag'ishlar diqqat qilib anglanglar. Shatliq minutlar programmamiz boshlandi. Shatliq minutlar boshlandi. Ohoy, programmamizdagi qiziqarli mazmunlarni birga anglab, birga yashirib yasharmoqchi bo'layotgan ko'p yangi do'stlar. Ko'ngillarni ram qilg'uchi Shatliq minutlar programmamizning yangi bir sonidan sizlarga o'tib salom. Adiljon Abdumitdan salomlar katta. Qarshalimiz. Adiljon Abdumit. Tushbaydigida deb turibsizlar ha. Mana. Peqirab turibsizlar. Taklif qilib etdim mana sizga salom, Zokra Karam xonim. Shatliq qishayda qadrli do'stlar. Mana shirin damlarimiz yana boshlandi shundaq. Albatta. Unda bo'lgandan keyin tatqiqliklarimiz ko'klarga yesin. 1,5 soat vaqtda ko'ngillarimiz ajoyib ichilib ketsin. To'g'ri dedingiz. Chekringlar optopdek parlab ketsin, yo'rib ketsin. Tabassum sizlarga har vaqt yar bo'lsin. Men Zokra Karam xonim qarshi olamiz. Rahmat. İçilib. Mana shunlar. Kulib. Qarab o'tamay bo'ldi. Ta'tilmay ish yo'q. Hamis o'z odamlar qani shunlar. Zangli qilmaydi, o'ynaveringlar. Shu. Vallahi tashlabdiz, ha. Ancha-muncha boshqa. Qo'yan degan it. Mana ularni keltirib, jo'shqin o'tirimiz do'stlarimiz, ha. Shatliq minutlar boshlandi. Xo'sh. Shu she'rni naqsh qilgim kelyapti-da. Uf, Adiljon, sizning shu she'rni bir qatim she'r qilganingizni ko'rib baxmadim hozirgacha. Naqsh qilgim kelyapti. Naq maydon esiyapti. Lekin qanal, siz ishinimaman, bo'ldi. Bahar kelib, ichilsi gul, bulqandaq sarmisun. Shatligimiz boshlansa, ko'ngil qandaq yarmisun. Shatligimiz boshlansa, ko'ngil qandaq yayrimisun. Katta birinchi kuplet. Besim, bu besim. Xo'sh, ikkinchi kuplet Zokra Karam xonim, tannoz riyozatchi. Marhamat. Unda bo'lsa. İzdab yurmang boshqa yerdan, xo'shallikni, shodlikni siz. Mana oldingizga o'zi kelar, agar uni his qilsangiz. Hoy, mana. Voy, axan o'zim ijod qildim jumo. Rasmiy Ahmeda esa. Ko'zdagimsin jumo do'stlarimiz, ha. Qanday andasa? Shodligimiz shodlik chochar. Ha. Intilib turgan ko'ngillarga. Ras. Shodlanatdi xushallikdan. Beshatlanib ketdik. To'lsa har joy ko'ngillarga. To'lsa har joy kulkilarga. Let's go. Unda bo'lganda ekan, keling do'stim, qitilg'aysiz. Qiziqchilar sepimizga. Kulib turgan ko'nglimizdan. Ras. Yo'l ajoyli ko'ngillarga. Maysil so'zni qaraldiga. Manda gapam bu yerda.
Xo'sh, qanday qandaroq do'stlarimiz, sizlarmi? Oyoqjon ilkida o'tirib turyapsizlar. Aqchan bilimiz radio oldida shatliq minutlarini saqlab boshlandi deb aqchan shunami do'stlarimiz? Mana keldik. Ko'ngil yerimdi, shatliqni anglab ko'nglim putin bo'ldi deydi-ku bir do'stimiz. Zardor degan do'stimiz. Ishqilib, mushunda vaqtlarda ko'ngli yerim bo'lganda, kayfiyati tuvan bo'lganda, mushu shatliq minutlarini tanlaganlik eng oqilona tanlash. Ras. To'g'ri tanlabsiz lekin shatliq minutlarini tanlab, nima qilasiz ko'nglingizni yerim qilib? Shundaymi? Putin yuraman shatliqni anglab. Shundaymi? Do'stlarimizning kayfiyatini aytib, yuqori holatda. Xo'sh. To'g'ri. Programmamizni boshlab ketdik bunda bo'lsa, anglovchilar bilan yuz ko'rish so'g'isida bir nur yutamdoq 5 da. Ma'qul, ashtaq qilib meni boshqa do'stlarimiz. Xo'sh. Anglovchilar yuz ko'rish so'g'isi. Boshlandi, mana obda. Qani so'g'lardan bakirininglar. Bir ayol yo'ldishi, mushu bir ayol yo'ldishi deydik ha. Ay to'xta. Ha. Bulunga. Nima bo'ldi? Qopolmay kelib pastga tushib, posilkamni chiqib pasingiz o'pdika. Qaysi kun to'rdan bir narsa olgandim danga, shu kapdi. Voy tushmaymiz, o'zi tushama kino dehshat qiziq ekan deb. Voy, nimroq qilsin. Voy, to'xta. Ha? Bo'ldi qilinga. Qaq pastda saqlayapti hozir. Tushmasan hozir ketib qolmaydi deyapti. Chiqib beringa. Da yerik kelganda jammi gipingiz chiqqansizni. Voy, bekor ish yo'q. Voy, mushta bekor ish yo'q deydig'ini-chu. Bo'ldi, sizga 200 qo'y beray. Bular. Nima? Nechib bo'l? Tikkada tushib 200 qo'y. Aklan qilingizni. Mana. Shikizga, voy tushqa, pastga tushmayni bo'p shikizga. Tushdingmi? Shikizga bir g'ash o'z chantaq aklan qilib. Mana, tushdingmi? Bunda to'xtanga kun qarab baqayrasizmi? Bular to'xtay saqlab. Bo'ldi, chatoq, hozir ushqanday tushib deb chiqib turma. Mana hozir. Yal tapan, odil deb olganman, mana hozir tushib. Ma'qul. Ajabmi yaxshi. Bo'lgandasa? Ajab yaxshi. Hozirni o'zi dilam tushib ketdi, mana ichiq berdi. Pochta kechga bir telefon qilib qo'ychi-men. Voy. Pochta kesh usta. Voy, saqlab ketdimi? Ketmang. Mening yo'ldishim hozirda tushib ketdi. Oldingiz. Unudi. Qiraqi 300 yuanni yo'ldishim hozir tushib sizga berdi juma. Men berib qo'ydim. Naqbasini ama. Naq. Ama biz koronaning darvosini o'ng tarafga saqlatdim juma ishtik bilan. Ma'qul, hozir kirishib sizga berdi sizni. Ma'qul, bo'ldi xo'sh. Ajabmi yaxshi. Aqibetni o'zinglar bilanglar yo'ldish kirib kelgandan keyin qanday ishlar yuz berishini. Hech qanday sezmaydi, shu yenida 100 qo'y chiqirdi Odiljon. Kendi ish bor. Bu to'g'risiz erlan oshinchi vola bir piqsiq. Piti deb o'ylamsiz. Lekin erlar degan yendan chiqirib yetadi juma oyoqlarasiga. O chataq yo'q. Ketib yetadi 100 qo'yni. Men erlar turib gaqlay. U chiqirish chataq yo'q. Chiqirdi, endi pul bor endi. Lekin aldanganligini o'ylasa, ahmoq bo'lganligini o'ylasa, g'eribchilik basmandash becharni. Hakimimda tutmamda chiqib uydan. Yo'q, unda Anglovchilar tapaqinglar. Anglovchilar qarang. Men undidar inkas bildim. Unda bo'lmaydi Odiljon, ashay chiqar. Voy, ayolim mista bir posilka bor deganda, ashuni aql tushdim desa, 300 qo'y. Voy, 300 qo'ymi demiş ayolimning uchun 300 qo'ydan tutingami bo'ldi mana deblam. Bir yenib chiqdi. Qani, Allah baqaylar rasashda bo'lamdi. O'shda bo'ladi siz o't qo'yruqlik qilmang. Allah. Undidardan Allah baqil. Qani, arlar o'zinglarning bir mardliginglarni dapaqinglar jumda. Hammadan anglaydi juma ma gapni. Zehradamga yog'izga qoldim-ya. Men hamda shu arlarni bak mardona deb o'ylab ishinyapman deb. Ayollarning qarsida gap qilib qolsa, hammadan anglaydi o'sha tap. Hamda ayollarning ish qilish usulini o'zinglar bilsizlar-ku, Simdik anlıqıcımız qani mardmi, emasmi, qani anlanglar anlıqıcılar. Abujar Rishangol amma yel tapan nima ketini berib bo'ldi-da. Sizga bir narsa chiqdi qilib bo'lamdi, bo'lmamda oyoqingiz dehshatgansizmi siz? Xo'sh, boshlab ketdik unda bo'lsa, ha? Matli, my name is Matli. Nima yo'mraqa? Bir iftixorlik ilkida shu ism dengiz ketdi. Voy, bu Matlini biz ko'tarib baran jo'lpan qilgan tursa. Rasmiy. Bizning bir kichik asimiz bor Matliga. Matli siliq sipoya juma Matliya. Bugungi Matli bir xil bishamlashgan darajaga ko'tarilgan emas, ha?
Qarang, Husmira. Ha, nem bo'ldi matli. Birdan mungdishayli-chu. O ishkimiz qachon birdan mungdashmagan. Har vaqt birdan emas uzun mungdashib kelyapmiz matli. Qenidan nemish bo'ldi. Shu xizmat qilib charchab birdan mungdashsaq bo'ladi. Yaqindan bu yon qarang. Yaqin shu kishilarning gapiga sal diqqat qilib qoldigan bo'lib qoldim dang. Voy. Diqqat qilganingiz to'g'ri bo'pti. Burun rost diqqat qilmaydingiz. Panqaydakli yuraytingiz. Rasmiy. Matli deb 10 qitim deb bo'g'ich, ha? Deb on vaqtlik darajangiz dehshat ichib ketgan. Uy, Husmira, men cho'ng bo'ldim. Shunchalik deb qo'yay sizga. Shu men jamiyatga chiqib bir kichik yuzim, obro'yim bor demanda demang. Ha, shu unda bo'lgandiki, men diqqat qilib qolganingiz nayda to'g'ri bo'pti, yaxshi bo'pti deyapman. Maqtayapman sizni, adanga. Mush Husmira, mush gaplarga diqqat qilib Unda anglab baxsam bir ajoyib gap qildigan bir odamlar bor ekan jumu jahonda. Qanday deysiz? Voy, ba'zi gaplar shunda mantiqsiz, qarang. Amaliyotga uyg'un emas, faqat tog'gan bu dijar bir. Siz mush narsani his qildingizmi? Voy, rost his qildim, tegiyatdim men. Voy, matli faylasuf. Matli dona. Voy, unda deb ketmang, zangli qilib adamlar. Sizning ma gaplaringizdan bir xil. Ha, da. Unda nimiga uyg'un emasga bir daqiqa men bir. Men bunda jamiyatning odamlarni atrofimdagi odamlarni gap qilishini shunda kuzatsam-chu, qarang. Shu odam hayot yo'lida oldirab nurg'un kishilar mushta deydi. Odam hayot yo'lida oldiga qarab menish kerak, keyniga yo'lmaslik kerak deyishidiki, qarang. Bu gap to'g'ri gap qo'matli. Siz buni tahlil qilib, u yoqdan bu yoqdan cho'rib o'ylasangiz, qanday o'ylasangiz to'g'ri gap bu. Bu gapning nari xato. Xato, Husmira, xato. Nari xato. Odam hayot yo'lida cho'qim oldi qarab menish kerak, ha? Keyniga yonmaslik kerak. Ey, Husmira. Siz gapimni obdan anglang-a. Danga. Xato degandekin xato. Qandaqsiga xato? Bu bir taraflama qarash. Qandaqsiga iniqdan. O'ylamamsiz? Nimani? Biroq odam ba'zida keyniga yonmay amal yo'q. Matli, odam keyniga qarmaslik kerak. Har vaqt oldiga qarab dag'dam qadam ilib menish kerak. Voy, yo'q, Husmira. 100% magipingizga men qo'shilmayman. Voy, men sizning qo'shilmayman. Keyniga yonidu, nemish keyniga yonidu. Ha? Hey. Nemish keyniga yonmay amal yo'q. Men sizga bir gap qilaymi, Husmira? Ha? Sizmi dashoysiz, meni dashoysiz? Da. Siz o'ylab beqing. Maslan, telefonni uyda unutib qolgan chaqda keyningizga yenib olmas bo'lmaydiganda olamsiz, ammamsiz telefoningizni uyingizda unutib qolsangiz. Deb beqingsiz, Husmira. Ha? Tutadingizmi? Shuni men bilan siz nutq jihatda, natiqlik jihatda siz talashma. Men sizning o'z oldingizga yakunlagan mayli falsafaviy gaplaringizdan, ha? Albatta, bu xulosingizdan, ha, sizniki. Mushu gapni-chu, mushu odam hayot yo'lida oldi qarab menish kerak, keyniga yonmaslik kerak, dog'dan menish kerak degan ideyali kishilarga siz deb qo'ying. Matli mushta degan ko'z qarashni o'tirib qo'ydi deb. Bu ko'z qarashni og'dirib etmoqchiman. O'ttag'ina og'dirib etmoqchi deb. Bu nurg'un kishilar, ha, o'zining hayot amaliyatidan o'tkazgan. Bizni mushunayda aktiv bo'lishga yetaklaydigan mushunda bir yaxshi bir gaplarni o'zingiz bilan o'zingiz bir tal telefon unutib qolgan bilan keyniga ilish kerak demsiz? Qo'ying va keyniga telefonni unutib qolsangiz, ammay ketavering bo'pti, oldingizga qarab dag'dam. Ha, uyning ochiqishini unutib qolsangiz-chu, ha. Husmira, men degan matlijimi tankilanmaysiz, shunchalik deb qo'yay. Mungdishimni sizga nima deydi tag'in? Siz matli bo'lg'achqa siz mushunchalik doirada o'ylay olasiz-da. Hay, bo'ldilar. Voy, o'tib bering-a, ishingizni qiling-a, xizmatingizni. Voy, sizni qiling-a, va nerv chiqqina bo'ldi sen. To'yam bishimdan ishimni siqindi. Let's go. Qanday do'stlar? Amarjon, Odiljon keyniga yonadi chunki. To'xta, digilomimda. Daftar. Chunki odam emasmi dedi. Abduqodir zerikmay paranishdi bu matli bilan Husmira. Ras
Mira bir onda vaqtırışıp ketme. Yani paransızlığa adam tapamay kalmay yana. O'g'inizga o'xshashgan. Metin ağıyız. Bir qator o'g'illar o'ziga o'xshashgan. Şu Adilcan'ı göz hiç pişman yaptı o da. Aldın qatta meni görüp pişip kaldı o. Ha, shunda to'g'ri. Man çıkırıp yitanıp yuvasını alışıyor idim ben. Ya men turay ya bu Adilcan tursun deb. Amina xonim. Vay men degan o'xshagan, men degan o'xshagan. Men degan kulib, tilxib qoptiman. Ben tizimde yosh yaxshi ketdi, bu qiziqchilikda. Vay rahmat, Ro'loq og'anga. Şunun Bu bilan saram bodakning gipindaymiz. Bu saram radioda bu saram ismli qolg'ishlar. Buni sizlar o'zinglar aytib ketmanglar. Balkim sizlar bodak bo'lmasliginglar mumkin. Bodak bo'lsanglarmi, bu saramdek bo'lmasliginglar mumkin, ha? Bir kuni shu Busaram bodak qo'shnisi bilan paranglashib qapti-da, shikalda dotdaga. Oy, paltaxon. Qandaq Busaram obdan puluma. Obdan baland. Salomatliklari yaxshi. Bugun kun yaxshi, ha, ma'lummi? Chiqashlar sarab bilan. To'g'ri dam badlimi? To'g'rida qoqildaydi o'yladi. Ish bulamdi. Shu o'zimni biznigash, to'g'rimga bizniga yigizab degandek bir Dayedlima. Ha, bo'pti. Sizning og'izlar bekor olmaydigan jo'gan. Meni deylamana, qo'llari bijmoncha yeydigan narsani ko'tarib oliblar, hammani o'zlari yemlar. Ha, bu sara. Ha. Qanday deylaning bo'ldi? Endi shu bakchong ish bo'g'ni yo'q. Ha. Men deyman. Ha. Hammasi shu yeydigan narsa ekan, shu olgan narsa. Oshta bo'ldi-da, bir qarab bilgili bo'ldi buni. Endi hozir hamma odam sog'lom bo'lamiz deb urug'lavasi deyman, ha. Endi qachonmi bir yeb bo'ladi mush narsani? O'zlari bir taxtib ishi qilib qo'ygandek meni deydi keldi-da. Ha? Qarab baqsizlar turqlarga. Yey. Ha, turqumning bo'pti. Ha, turqumning bo'pti. Ajab bir odamki nima bu? Menimcha qaylislar shu azroq semiz bo'lg'ashqa men yaqindan yaqib urug'lay deb shundaqmi tirishyapman. Mana, ko'rmanglar, urug'lab ketganimni. Hay, tang. Zilva bo'lib ketdi. Ma o'zni aldashma. Ama turuklardan 3 yıl açlık elan kısılırmı? Uruqlayamığı. Qaraganda zilva deymiz endi mani. Lekin ma psixik mijozlari yaxshi kajmasılın, o'zlari bilan o'zi. Ay. Ha? Bu sara. Nima? Men mush uruqlashda qo'llangan usulimni deb berayman. Men bu lekin sizning bu uruqlab bunday zilva bo'lganlarini hech qilmadim lekin. Davat qangi qanday his qilmaylar. Mana batata. Ajabmi bir ko'nglim keldigan gapni qildik-ku. Mencha manda urug'layman deb yaqinning yoqi ajoyib usullarni qo'llanayapman. Uyo. Onlayla. Usulim manda quloqlarini ding tutslar. Bo'libmi ozuqliq jihatda. Uyo, so'zlasizlar. Deganda qoqsadi bishpachinan. Bütün bir nama? Stakan süt. Şunda buldu-da. Sannem deydi ki. Hadi sizler ağlayla. Manda aqsı kaltısı jiqamasmi? Yeni çö bir stak bir nan bir stakan süt. Bir tal tuxum. Bir tal tuxum, ha. Atdigan ish tugdimi? Geldik, ha. Tugdi. Shta. Çarek taxsida tamaqanda. Lag'man bo'lsa lag'man. Guruch ash bo'lsa guruch ash. Çarek bolo, çarek tügür olsa çarek tügür. Senin çarek taksi o, benim bir fitil lag'manning taksi bilan tang. Yaqay, ondan deb ketkilib bo'lmaysiz, luqmayli o'shlarni. Tushning tugdimi? Kashda. Manda mevchiva. Bir stakan suv. Mevchiva bilan bir stakan suv ichib yetib qollar. Voy, bu saram. Sizlar muyda yana chidawatamlar, ha? Chidawatamlar. Chidamay bo'lmaydi, paltaxon chidamay bo'lmaydi. Bu salomat bo'lamiz, urug'laymiz deydiganmiz. Bunda bir g'ayrat kerak, jasorat kerak. Nima cho'kanda, voy. Irodi kerak deyman. Mana yingiliq. Mana. Degandan kashkicha shundoq umidvorlik bilan chidab. O'zimga ko'p tasallini berib, "Hey, bu saram urug'layman deydigansan, mushu tamoqlarni yeb tur." deb bo'lgandan keyin ana shu xil chidashlar bilan kech soat 9da uxlaylar. Unda qag'ilib bulandu paltaxon. Deyma, uchidim aylasizlar. Onsiq kavab.
Nima zaq kava? Necha zaq? 10 zaq. 9'du mu? İlaştırmışlar da. Ha, dizla anlayla. Biz bütün toğa kavpe. Ha. Biz taksi lağmen. Oldu. Üçki çarek lağmenning mında. Urunni basadigan qilma. Ha, mana. Anlaslayın ha, dizla. Andan bir butulka mındaq ilqi tamaq sındırdıgan içimlik. Uyu. Suda suya. Suda suya. Oy, mana. Bildik ama adamcıma yamanlığını. İşte to'g'ri bilan 10 zaq kava bir lag'man yeyapti, buni ishmisa. Şu işki bolka. O suda suyu içip yana ishki bolka. Topa sunda emasmi? Sundur demasmi? Tamaq oldi dikigen tamakdan sundur bo'lgan ekan. Kayni bo'ladi ishki bolka. Ishki bolka. Uning yaqi bir xalta barangi qalamchisi. Bek yaman yaxshi. Adamga bir xil quvvat bo'ladi deyman bunda. Sizni cho'gay. Vitamin C, vitamin G, vitamin J ni to'liqlaydi. To'g'ri. Anaki ishki marujni. Ha, o ishki marujnisi va. Ha, anda Anaki cho. ilqi qavmenjin ba qo'yliq mındaq bir Yaqinda yaqin kavab. Ha, biladi bu adam. Ashundan jiq emas. 4 tal. 4 tal, ha. Anaki qizidanmi 4 tal. Qizi. Ya, siz qiziyamsiz ya? Yam, siz xudab ketdingiz. Voy, mushta saq turib o'tamsiz mushta. 4 siq biliq qavpi. Ya, anda. Biliqmi shundaqmi bir ilqi quvvat to'liqlaydi emasmi? Ana Anandan keyin mushuk narsalarni yeb bo'lgandan keyin ish qilib bag'o. Mush nondan boshqasi ish qilib yana bir xil non yonidan bir issiq bosadi ekan juma. Rast. Anglayman shundan keyin. Bunda o'ylab baqsam, shuningda ashunish tamoqlarni bir yeb bo'lgandan keyin bir qurdi. Oqidan anandan keyin nondan yo'g'on bir bachin yeb etib. Yana yeb etamsiz? Ha, tomoqni bosdi rosa. Endi shu uf. Ko'nglingiz aynimaydi. Deb uxlayman. Ojo. Ishqi bunda o'smaq o paltaqo. Odam pishqi uyqusi payzi kelib, ammo dehshat rahat uxlaydi ekan emasmi? Yo'q. Men shuning rahatini ko'rdim. Voy, Saram. Voy, siz bir o'limi. Bir tegib qolmabsiz-ku, mana ikkinchi aga. Voy, nimdiginiz bu sizningki? Tulotaqningiz yaxshi o'pdimi bu Saram? O'sha o'p etgansiz qo'y. Voy, qiziq gap bilan munda bir yegan, ishgandek, so'qqi sandaldek munda bir sen geldin o'tgan g'animat juguluk. Voy. Sizni og'a odamni og'ritib qo'ygandaksiz. Bu rasmi. Voy, ashu, vilqi, do'qmushdiki, ilqi. Kimni? Mehmet Avaqni tunimsiz? Tunuyman. Shu Mehmet Avaq. Olimdamda. Bu Saram. Monqa chigamsiz dedi. Vasta, men aniq bir gap qo'yman. Mehmet. Aniq bir gap qo'y. Voy, anglanga, gap qilib qo'ydigan nimaga o'zimga qildim. Ha. Kuniga necha vaqt tamoq yeysiz desam? Ha. Shu vaqtli deydi. Ey! Shu vaqt bo'pti-ku. Bu shu vaqt tamoq bilan o'tkilolmaydi. Sizga tegib qolsam, kuniga men necha vaqt tamoq bersiz desam, sizga shu ayol kishi, men er kishi 3 vaqt yeyman. Siz 2 vaqt deydi. Voy, qallamdan o'tamdi. Voy, ko'cha qosqiningni ishingni qil. Shu. Mehmet. Shundaymi? Uzungichiq, o'zimning xalqincha yigim kelganni yeb, shu vaqt emas. Bir 7-8 vaqtga shu tankagdek yeyman deb unutmadim. Astava cho'kan. Ya Saram, hozir necha kilo kelasiz? Mushtapti hozir mush aptingiz bilan necha kilo kelasiz? Necha kilo deb ketdim. Ha shu men shu yaqinning yaqi sal bir o'riqlab qoldim emas. Men taxminan bir 2 kilo o'riqlab olgan keyin bir aqli jingi chiqaytib men yaqinga chiqmayapman. Oldi qatib chiqqanda chiqqan. Deyma. Bir 168 kilo chiqqan. Ya. Mama boy bastingizlar 168 ta. Voy, aşağı çıktım deyman. Shu buda shu o'riqli 2 kilo bir o'riqlab qolaman hamda bir 2 kungacha. Qizi bilan biliq qopini qisqartib olsam, shunda bo'lib qolishi mumkin. Sara, men etizga mangay azam vaqtni bo'libdi. Ashu yeydigan narsaning hammani sizlar epmanglar. 3 ta etiz deyman emasmi? Ha, bo'pti, obdan yesin, sinishlik bo'lsin. Qada azaq elib olamlar. Voy, bo'ldi, sizlar obdan yesin. Yaxshidan qasdli bu shuningda eli ayak berib etizni tamoq yesam meni qo'sig'im og'rib ketmasin. Asli azroq. Ya, ko'zlarim shu xaltada. Men baybi tamoq yeb chiqqanman. Men tamoq yeb chiqqanman. Kash 9 da billi yeb talaman o'sha.
Oye, Masaram degan ayol nimonchi. Men ras anglashda amaliyotda yo'q deganimiz rasmiki, sizlarning oranglarda bunda ayolni yo'q deganimiz ishengansizlar. Qanday do'stlarimiz, ancha kayfiyatinglar ko'tarilib qoldim, qizdimi? Sizlar kulgan bo'lsanglar biz xushal bo'ldik. Shunda. Şatlıqdan avjiga chiqsin kulkimiz, kulkidan echi sunrat nachigimiz, xo'shallik ko'ringi bilsin shodlik, biz sizdan angiqi sirdosh do'stingiz, xo'shallik ko'ringi bilsin shodlik, biz sizdan angiqi sirdosh do'stingiz, shodlik, shodlik,